Salom do'stlar. Bugun biz matematikaning qanchalik qiziqarli va hayotimizda qanchalik muhim ekanligini ko'rib chiqamiz. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Matematika nafaqat darslarda, balki har kuni hayotimizda biz bilan birga. Keling, matematika dunyosi uchun o'rganaylik. Xubsi foydali ma'lumot va podkastlar. Matematika ko'pchilikka qiyin tuyulishi mumkin, lekin uni o'rganishning qiziqarli usullari bor. Masalan, vizual usullar va mnemonilikka yoki zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, masalan grafik va diagrammalar yordamida o'rganish yoki bo'lmasam o'yin va interaktiv dasturlar orqali matematikani yaxshi o'rganishingiz mumkin. Bularga misol Photomath, Wolfram va Alphalar misol bo'lishi mumkin. Kunlik hayot misol foydalanish. Masalan, do'konga kirasiz va biror nima olmoqchisiz va do'konda aksiya ketmoqda va siz olgan narsalarning 20% chegirma bilan beradi. Lekin siz u narsalarning asl narxining 20% ayirib tashlay olmaysiz va bu sizga minusga ishlashi mumkin. Shuning uchun matematika har kuni bizning hayotimizda uchraydi. Keling, sizga bir jumboq beraman. Agar sizda 3 ta do'st bo'lsa va har biri yana 3 tadan do'st olib kelsa, jami nechta odam bo'ladi? Javoblarni kommentariyada kutib qolaman va videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Albatta, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, chunki yangi videolar chiqarishimiz bilan sizga birpas yetib boradi va yangi ma'lumotlarni birpasda bizdan ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Va matematika va texnologiya. Bugungi zamonaviy texnologiyalar matematikasiz rivojlana olmasadi. Sun'iy intellekt, kriptovalyuta va dasturlash bularning barchasi sof matematikaga asoslangan. Masalan, AI va mashinalarni o'rganish, machine learning, kriptovalyuta va shifrli hisob-kitoblar, muhandislik va dasturlashning matematik modellari bunga misol bo'ladi. Matematika kelajak kasblar uchun asos. Matematika sizga kelajak kasblarda har doim yordam beradi. Muhandislik, IT, iqtisodchi, hatto dizaynda ham matematikani bilish kerak bo'ladi. Masalan, dasturchi va IT mutaxassisi, muhandis, arxitektor, iqtisodchi va moliyachilar buni eshita olsin. Va bu ular uchun nima? Demak, bugungi videomizni tugatishga menimcha qaror qildik shekilli. Matematika qiziqarli va foydali fan. Uni to'g'ri o'rganish orqali siz hayotingizni yanada osonlashtira olasiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, do'stlaringiz bilan bo'lish. Siz uchun eng qiziqarli bo'lgan matematik mavzular qaysi? Kommentariyaga yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.